Uyghur yazıqını latinçalaş to'g'risida ko'z qarashim. Bu mavzuda to'xtalishdan burun oldi bilan shu Uyg'urlarningki ilifbasining tarixdagi o'zgarishlarini bir qur eslab o'taylik. Uyg'urlar eng dastlabda, ya'ni 5-asrdan 10-asrgacha bo'lgan shu 5-600 yil davrida So'g'diyon ilifbasi, ya'ni hozirgi Mo'ng'ullar ishlatayotgan o'ng tarafdagi suratdagi shu ilifbani ishlatgan. Bu ilifba Mo'ng'ullarning hozirgi zamon yoziqidagi asldagi nusxasidir. Ondan 11-asrdan 18-asrgacha bo'lgan shu 700 yil tarixi davrida Uyg'urlar eski turkcha yoki bo'lmasa koni turkcha ni ishlatgan. Uningdan keyin Yo'g'ur deymiz, hamda shu Seriq Uyg'urlarningki yoziqini ishlatgan. Ham Seriq Uyg'urlar deganimiz aslida Mo'ng'oliyadagi yashaydigan xalq bo'lib, keyin bular shu Qinghai, andan shu Kangsu rayonlariga joylashib qolgan. Hamda hozirgi zamon Uyg'ur tili qachondan boshlab shakllangan deganda 10-asrdan 19-asrgacha bo'lgan shu 1000 yildak davrda shu Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilgandan keyin shu arabchani harflardan tarkib topgan shu Uyg'ur arab ilifbasi yoki bo'lmasa buni ba'zilar Uyg'ur koniyiziq deb ataydi, shuni ishlatgan edi. 1965-yildan ta hatta bugun qadar shu Uyg'ur yangi ilifbasi deb Uyg'ur yangi yoziqimi deydi, shu 30 yildak rasmiy shu Xitoy davlat tarafidan ishlatilib davom surgan edi. Ham ta bugun qadar shu Sharq Turkiston rayonida yashaydigan Uyg'urlarning nurg'unlari texcha shu Uyg'ur yangi yoziqni ishlatib kelmoqda. Chunki bu 30 yil degan uzun tarix davr, 30 yil ichida shularni o'rgangan narsani osonlikcha tashlab ketamaydi. Hamda shu 30 yilda Uyg'urlar shu yangi yoziqqa odatlanib qolganda, undan keyin hukumat tarafdan tuyuqsizlar 1983-yili shu yana shu arab yoziq qaytayli deb, undan shu o'z vaqtida shu koni yoziq deb atiladigan yoziqqa yana bir ikki qo'shimcha harfni qo'shib, aslidagi 30 harfni 32 harfga kengaytib, mana ta hozirgacha ishlatib kelayotgan mana. Hozir hukumat tomonidan e'tirof qiladigan mutlaq ko'p qismdagi Uyg'urlar ishlatayotgan o'sha arab ilifbasini asos qilgan zamonaviy Uyg'ur hozirgi zamon Uyg'ur ilifbasidir. Mana mana ko'ryapsizlar, 1970-yildan burun o bilan u'li batdi. Ma ö bilan ü ikki harf keyin qo'shilgan. Shunday qilib, mana hozirgi zamon Uyg'ur ilifbasi deganimiz mana mushu bo'ldi. Demak, bu 32 harfdan tarkib topgan A, A, B, P, T dan tortib shu I qatorliq 32 harfdan tarkib topgan. Buni hozir ishlatib kelyapmiz. Ham men mushu ilifbani tashabbus qilaman. Endi abay deb o'tgan shu 1960-yillardan tortib 1990-yilgacha keng doirada shu umumlashtirilgan Uyg'ur yangi yoziq ne bir ko'rsatib o'tay. Bu yerda balkim 40 yoshdan oshganlar hammasi buning shundoq ko'niklik ham biladi, ham yoshlar balkim buni bilmasligi mumkin. Endi bu ilifba amaliyotda latinchalashtirilgan shu Uyg'urlarningki tunji bir harf ilifbasidir. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana A, B, C dan tortib shu zgacha bo'lgan bu harflar inglizchadagi 28 ilifbadan tarkib topgan.
Yeni yazık fakat qandaq qildi deganda, ma g, h, q, a, ö, ü, j degan shu 7 harfni İngilizce'den terk bakan İngilizce'deki 28 harfning ustiga qo'shib shu 32 harf qilib ishlatib kelgan. Bu yerda nima uchun bu g, h, q, a, ü, jlarni qo'shidi deganda, bu yerda bu harflar İngilizce'de mavjud emas. Ham başqa shu Slaviya yazığı olamdı yoki shu başqa Latin yazığı oladimi mavjud emas. Shuning uchun bularni qo'shildi. Bu yerda men shaxsiyan shu x'ninki menga bir quyruqni qo'shib yi deb ifodaligini bu nihoyatda bir ilg'or. Chunki bu yerda qo'shma harf tonishtirilmadi. Hamda inglizchadagi C bilan V harf ishlatilmadi. Chunki bu harflar Uyg'urchada asosan ishlanmaydi. Xo'sh. Endi bu yerda ba'zilar masalan ba'zi bir ko'z qarashlari bor. Masalan bu Uyg'ur yangi yozigi degani o'zi Xitoyning pinyigining tarkib topgan degan, ularning asosli davatqin nima deganda shu j 3 harfni tonishtirgan. Bu qo'shma harflar faqatla shu Xitoychilik terminlarda ishlanadi. Uyg'urchada ishlanmaydi. Shuning uchun Uyg'ur zamonaviy yoziqda bo'lsin, koni yoziqda bo'lsin, bu j degan 3 tovush j orqali ifodalanadi. Hamda abayqa demakchi o'g'inimninki ustiga azroq shu inglizcha ilipa bilan shu Xitoyning pinyin bir selishtirib Meni ko'rib o'tdik mana inglizcha degan A, B, C, D'dan tortib Z'gacha bo'lgan 28 harfdan tarkib topgan. Pinyin bo'lsa faqatla 29 harfdan tarkib topgan. 28 inglizcha harfning ustiga faqat qaysi harf qo'shildi deganda y degan harf qo'shildi. Demak ustida ikki chek bor, y degan qo'shilib, shu vaqtda shu hanyu pinyin degani emas. Faqatla 29 harfdan tarkib topgan bo'ldi. Shuning uchun pinyinning hamma harflari inglizcha harflardan tarkib topgan bo'lishi uchun Uyg'ur yangi yoziqi Uyg'urchani Xitoychilashtirishni maqsad qilib o'ttirib qo'ygan degan ko'z qarashning ancha asosi yo'q. Xo'sh. Endi shu inglizcha ilifba bilan Xitoyning Yingbiao deb atiladigan bu Yingbiao bilan selishtirildi. Bu Yingbiaoni qaraydigan bo'lsak, o'ng qo'l tarafga Yingbiaolar mana Xitoyning Tayvanda, indikin Hong Kong, Omen degandek ashyolar asosan Yingbiaoni ishlatadi, ular pinyin deganini ishlatmaydi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, mana Yingbiao bilan İngilizce harfler bilan, ya'ni Latin harflari bilan hech qanday munosabat yo'q. Hech qanday munosabat yo'q. Hamda uni ustiga shu turkcha ilifba bilan shu Uyg'ur ilifbasini yana bir so'zlashib o'taylik. Bu yerda Uyg'ur ilifba deganim shu hozirgi zamon Uyg'ur ilifbasi, ya'ni koni yoziqni bilan selishtiryapti. Uni qaraydigan turkcha harflar Türkçe ilifbasi 29 harfdan tarkib topgan bo'ldik. Buningda qo'shma harflar ishlatilmagan. Meyada mana Türkçelik A bilan A biz Uyg'urchaga barobar, B bilan B barobar, C harfi Türkçede buni C deb atildi. Buning bilan barobar. Shunday qarab keladigan bo'lsak, Uyg'urchadagi shu Uyg'urchadagi H, Q, J'dan boshqa barliq harflar shu turkcha orqali osonlik ifodalab ketgan bo'ldi. Endi bu yerda men shuni deb o'tay, men turkcha toza degandek endi saviyarim nima yetarsizlik qildi, lekin qarab boqayli. Turkchada H bilan H'ni
bir harf orqali ifodalaydi. Mana bu yerda bizda xiva, hiva, lekin turkchada faqat xiya orqali ifodalaydi. Shuning o'xshash qi bilan kinimi turkchada masalan qini yumshoqlashtirib deb, lekin buni qinimi ki deb qo'ydi. Shu vaqtda ki bilan qinimi shu bir harf ki orqali ifodalaydi. Bu yerda turkchada yana farq qilinadigan bir ikki harf bor. Birisi shu sining ostiga bir quyruqni bekitib qo'yib, buni chi degan tovush o'qildi. Lekin sining to'yiniga bir quyruq bekitib, buni lekin shi deb o'qildi. Shu vaqtda endi mencha agar shu uyg'urchani shu favqulodda zodi latinchalashtirish to'g'ri keladigan bo'lsa, amaliyotda shu turkcha harfni bevosita ishlatganlik hammadan yaxshi bo'ldi deb qarayman. Chunki hammamizga ma'lum uyg'ur tili faqat shu turk tillarining bir dialekti. U bir ayrim til emas. U bir. Lekin bu yerda abay deb o'tdim 29 turkcha ilifbasiga ning ustiga yana qaytadan yangi harflarni qo'shishning hojati yo'q. Hojati bo'lmaydi. U bir. Uchinchidan turkchada masalan ch, sh, zh degan qo'shma harflar ishlatilmaydi. Ularni tonishtirishning hojati yo'q. Lekin yana bir eng muhim nuqta nima deganda, agar endi uni deb o'tay bo'ldi. Türkçe so'zlaydigan millatlar yoki turkcha so'zlaydigan shu dunyoda turkcha so'zlaydigan barliq xalqlarning soni 100 million atrofida bo'ldi. Agar butun dunyodagi shu turkcha so'zlaydigan millatlar, masalan Türkiye'nin Türkler deymiz, Kazaklar deymiz, Uygurlar deymiz, Özbekler deymiz, barliq Türkler agar hammasi shu birli turkcha ishlatadigan bo'lsa, o vaqtda bu 100 million dek xalq bir yezikni ishlatadigan bir xil holat bo'lib qoldi. Shuning uchun mening bu yerda demoqchi bo'lganim, agar zodi shu uyg'urchani latinlashtirish to'g'ri kelsa, amaliyotda shu turkchani bevosita ishlatganimiz eng afzal bo'ldi. Xo'sh, endi shu 2010-yildan tortib shu to'rlarda bo'libmi chet eldagi shu inglizcha so'zlaydigan davlatlarda, Yevropadagi ba'zan davlatlarda shu tuyuqsizlar bir uyg'ur latin yezigi deb bir yezikni hosil qilib endi ishlatib kelinyapti, lekin bu faqat nihoyat oz sondagi odamlar ishlayapti. Buning bir qurbiyada bayon qilib o'tay. Bu qanday bo'ldi deganda, bu yerda masalan 13 o'zgarish to'g'ri keldi. 28 inglizcha harfining ustidan 13 o'zgarish to'g'ri kelib, shu bir nusxani chiqargan. Bu yerda asosiy farqi nima deganda, mau ch orqali chi tovushni bildirish. Ya'ni sh orqali shini bildirish. Shuning o'xshash yana bir qancha qo'shma harflarni ishlatganlik. Masalan, zh orqali jini, ng orqali ngini degandek ovozlarni qo'shtirib, hamda bu yangidan to'ltirdi. Ham bu bir hozir bo'layotgan bir haqiqat, chet ellarda aloqalashishda shuni ishlatib kelyapti. Buni men bu Uyg'ur atalmış Uyg'ur latin yezigini men tavsiya qilmayman, chunki bu butun dunyoda faqat 10 ming atrofidagi Uyg'urlar ishlatalaydi. O bir. Lekin abay deb o'tdim, inglizcha 28 inglizcha harfdan 13 yerda o'zgarish to'g'ri keldi. Bu yamanchiq o'zgarishlar. Tonishtirishga ta'sir qiladi. Üçüncüden, hammamizga ma'lum, Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi, ya'ni 97% Uyg'urlar Sharq Turkiston bilan Qozog'istonda yashaydi. Uning sirtida yashaydiganlar faqat 3% ekan. Biz shu
Uyg'ur latin yezigini, mana 2010-yil paydo bo'lgan Uyg'ur latin yezigini tunishtirdik degan holatda faqat butun dunyoda 3% dak Uyg'urlarga tunishtira olgan bo'lamiz. Amaliyotda hammamizga ma'lum, shu 3% Uyg'urlarninki-mi mutlaq ko'p qismi hozir amaliyotda shu koni yezik deb atiladigan Uyg'ur hozirgi zamon Uyg'ur yezigini ishlatib kelyapmiz. Ana 4-chi bir nuqta shu informatsion texnologiyaninki texnikasiningki taraqqiyotiga ergishib turib, yana bu yerda shu qo'shma harflarni ishlatish toza texnikning taraqqiyotiga moslashmaydi. Chunki qo'shma harfni chiqarish, masalan sh, ch, z, zh, ng deganlarni ishlatish toza muvofiq emas. Mer yana bir g degan bor, gh degandir. Gh degandir. Endi eng oxirgi bir nuqta nima deganda, hozirgi Uyg'urlarninki siyosiy holatini hammamizga ma'lum. Bizda hech qanday siyosiy huquq yo'q. Yangi alfabetni ijod qilish, yoki yangi ilifbani tunishtirish degan bir huquq yo'q. Uningga shu Atatürkdek, Mo'zdungdek, Hitlerdak ashta odamlar paydo bo'lganda endiki majburiy bir alfabet, bir yezikni yoki ilifbani tunishtira oladi. Shuning uchun biz bu yerda aqdan yangi yeziklarni, atalmış latincha yeziklarni chiqarishninki hech qanday rol o'ynamaydi deb qarayman. Xo'sh, endi shu Uyg'ur yeziqining shu taraqqiyot ahvolini bir kuzataylik. Masalan, Microsoft deymiz. Microsoft Uyg'urcha yeziqni allaqachon shu kirgizib bo'lgan. Bu har qanday kompyuter kirgandan keyin biz font deymiz. Fontni tushirib olgandan keyin shu hozirgi shu keyboard deymiz. Keyboard orqali shu Uyg'urchalarni bevosita yoza olamiz. Masalan, men yerda ko'rib o'tdinglar mana. Shuni hozir fontni tushirib olgandan keyin shu bo'yicha yozaveramiz. Hozir Uyg'urlarmi, chet ellik Uyg'urlar bo'lamdi yoki Sharq Turkistonlik Uyg'urlarning misol ham ko'pinchalarimiz hozir shuni ishlatyapmiz. Bu nihoyat oson tushirib olgandan keyin bevosita urg'un bo'ldi. Shuning uchun yana bir latin yezigini o'ttirib qo'yishning kim hojat yo'q deb qarayman. Agar buningga qiziqadigan bo'lsanglar, shuningki qanday tushirish to'g'risida fontlarni endi tushirish usullarini bir o'ttirib qo'ysam bo'ldi. Yoki bo'lmasa biladigan to'rdoshlar shuni oqib ulab qo'yasizlar. Rahmat. Endi ma'ni men ixchamlab aytgan chaqda shu Uyg'ur yangi yezigi bilan boshqa inglizcha, turkcha, endikin Uyg'ur ULY deb qo'ydim. Shu hozirgi qilayotgan Uyg'ur latin yeziqlariniki ba'zi farqlarini menda bir slayd orqali tunishtirib o'tay. Menda ko'rdik Uyg'ur arabcha yezigi 31 harfdan tarkib topgan. Bu yerda hech qanday o'zgarish to'g'ri kelmaydi, abay deb o'tdik. Endi Uyg'ur yangi yezigi 32 harfdan tarkib topgan. Agar inglizcha harflardan o'zgarish to'g'ri kelsa 4 o'zgarishni talab qildi. Abay deb o'tdim. Masalan, g, h, q degan harflarni. İngilizce'de eğer İngilizce harfni bevos ishlatadigan bo'lsak, bu yerda bizga qaysi qildi deganda ma q, h, a, j degan 4 harf qoldi. Bu harflarni amaliyotda q ni k orqali, h ni h orqali, a ni i orqali, j ni z orqali ifodalaydigan bo'lsak, hech qanday inglizcha harflarni bevosita uyg'urchani yezib mangayveramiz. Endi abay deb o'tdim, turkcha 29 harfdan tarkib topgan. Buning agar o'zgarish to'g'ri kelsa yoki qo'shish to'g'ri kelsa, faqat q, h, j ni 3 harfni qo'shsaq bo'ldi. Yoki bo'lmasa bularni turklarga o'xshash yumshoqlashtirib ishlatadigan bo'lsak, hech qanday harfni
әріпні қошышының hacıtım ketmeydi. Hem de meye kalayla, ma 2010 yıldım dağıtıp tarqılıvatkan şu Uyghur Latin yazıqını qaraydigan bolsak, o 31 әріпін tərkib tapqan bolup, bu yerdə İngilizce әріпini eğer özgürüş doğru keldigan bolsa, mana 13 özgürüş doğru keldi. O tazı qamlaşmagan bir iş. Qamlaşmagan bir iş. Xoş. Hem de meyada manımı dep ötey, hazır endi hemmelerinin kolunda şu akıl fon ba İngilizce'de smartphone deymiz. Smartphone arqılı hazır Uygurçını yazış şunda asan bolup ketdi. Faqatla şu bir app deymiz, appni tushirib olgandan keyin şu telefondala bevosita Uygurçını mıштaq yazıp ketaveramiz. Shuning uchun yana bir Latin yazıqını chiqarishning nima ajit qolganini to'g'ri tushunmadim. Endi meyada ma jadval faqatla şu yaqinqi yillardan beri tarqilayotgan şu Uygurchaning latinchilashtirilgan bir qancha nusxalarini bu yerda ko'rdim. Amaliyotda nusxalar buningdan mı chiqaroq. Masalan, mayada qaraydigan bo'lsak, bu UEY deganimiz, ham Uyg'ur hozirgi zamon ilifbasi arabchani asos qilgan. Bu degan hozir tarqilayotgan, umumlashgan. ULY deganimiz hozir to'rlarda abay deb etdim, u nusxa to'rlarda bir qism Uyg'urlar ishlatyotgan. Bu Slaviya yezig'idan kelgan. Bu hamda Uyg'urchaning o'z vaqtidagi shu Uyg'ur yangi yezigi maqatlarda. Uningdan boshqa yana shunga o'xshash nurg'unlar bor. Bu jadval faqat bu jadvalni ko'rsatganing sabab men deyapman, bizda tayyor nurg'un nusxalar bor. Yana nima uchun uning ustiga yana bir nusxani ijod qilamiz? Bu bir o'ylashga tegishli bir savol. Mao faqat abayqlarni bir silishtirish shaklida bu yerga tizib qo'ydim. Men buni qaytadan so'zlab yurmayman. Ish qilib, demak, mushu orqaliqlar mana şu Latin yazıqlarını qaytın to'lishning ancha hojat yo'qligini buningdan ko'rib olgan bo'ldim. Endi eng oxirida deydiganim xulosam mishaga men dastlabki mush xulosamni chiqib qo'ydim. Buni yana qaytadan o'qib yurmay, meyada men faqat bir qancha shu dunyoda biroz, bo'libmi chet ellarda biroz tonilgan torbatlarningki ko'rinishlarini chiqarib qo'ydim. Masalan, Mao Londondagi Uyg'ur ensemblini. Bular mana butun hammasini digidek Uyg'urcha bilan yozdi. Bu yerda masalan surat bo'lamdi, har xil shakldagi fontlarda bo'lamdi. Bularni hammasini shunday tartibga chiqqan. Meyada yana bir torbat, buningni ko'rib olsizlar, bo'layotgan yozmalar, munozirlar hammasi Uyg'ur digidek Uyg'urchada bo'lmoqda. Ama Erkin Asya radio stansiyasida mana torbatlarni xeyli mükemmellashtirib rasmiy Uyg'urchada chiqarilgan bo'ldi. Endi mishaday shunimi deb o'tay, bu nurg'un torbatlarga, endiki nurg'un shu yozuvchilarga, endi shu torlarda yozayotgan Uyg'urlar qarasam, bular ba'zida shu o'zining yozgan yozmalarini yoki maqolalarini necha xil yiziqda Uyg'urchadan Uyg'urchaga tarjima qilib vaqtlarini bekor isrof qildik. Amaliyotda biz hammamiz agar mushu birli yiziqni qo'llaydigan bo'lsak, hammadan yiziqimiz birli ekan deydi. Shuning bilan yiziqdagi birlik shu yerdan chiqmadi. Bu yerda bugungi tanishtirishim mishagicha bo'lsin, hamda ish qilib fikringlar bo'lsa, aql qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat.